Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizga qarshi olamiz. Atalmış Uyg'ur Abdum rayonining 70 yillik taraqqiyotining orqasidagi insoniy tragediyalar. Dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi namoyish. İlham To'xtiga Vaslav Havel kishilik huquq mukofoti berildi. Tayvanda asma ko'rik o'rilib tush voqeasi yuz berdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asya Radiosu xabarda Xitoy Kompartiyasi Tiananmen maydonida va shundaqla Xitoyning har qaysi joylarida dag'dug'liq parad va faoliyatlar o'tkazib, Xitoy Xalq Cumhuriyatining 70 yilligini, uning bu 70 yil jarayonida qo'lga keltirgan atalmış mo'jizalik natijalarini keng tashviq qilgan. Holbuki Xitoy hukumat taratqullarining tashviqot targ'ibotlarida atalmış Uyg'ur Abdum rayonining 70 yillik musobaqasida erishgan mo'jizalik futuhlari alohida gavdalantirilgan. Xinhua agentligining xabarida qayd qilinishicha, 70 yil mobaynida atalmış Xinjiangdagi har millat xalqi Kompartiyaning kuchli rahbarligi bütün mamlakat xalqining qo'llashida murini muriga terib, Tangri teg'ining janubiy va shimolida iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy muqimlik, millatlar ittifoqligi, xalq turmushining o'zgarishini ishga oshirib, muhiti go'zal buyuk Xinjiangni birga qurib chiqqan. Xinhua agentligi yana Uyg'ur Abdum rayonining 70 yillik musobaqasida erishgan ishlab chiqarish umum daromadi, markazning moliya yordami, ul aslahalar qurilishi, Abdum rayon moliyasining xalq turmushiga sarf qilinish ahvoli, 3-xil egilikning rayon iqtisodida egilgan o'rni, sahiya mulozimati va umrning o'zgarishi, namratlikning tugatilishi, maktab ishidagi bolalarning maktabga kirish nisbatining ortishi, shahar yez aholilarining kirimining o'sishi qatorliq sohalarda erishgan utuqlarini sonliq ma'lumotlar bilan dalillashga tirishgan. Xitoy taratqullarining ilgari surishicha, Sharq Turkistonda yuqoridagi taraqqiyot manzarasining maydon kelishida hukumatning yaqin yillardagi muqimlik siyosati halqaliq rol o'ynagan ekan. Xinhua agentligining xabarida yana namratlar sonining zo'r darajada azayganligi, 2018-yili namratlik siziqining ostidagi aholining 6,1% tushganligi, kishilarning o'rtacha umri uzrab 1950-yillarning beshidagi 30 yoshlardan hozirgi 72,35 yoshga chiqqanligi, o'qish yoshidagi bolalarning maktabga kirish nisbati 1970-yillarning beshidagi 20% dan 2018-yili 99,99% ga, yasli kirish nisbatining 95,95% ga yetganligi, 9 yillik majburiy ma'rifning umumlashib, Sharq Turkistonda 3 yillik yasli ma'rifi va 12 yillik asosiy ma'rifning butun rayonni qoplaganligi ilgari surilgan. Xitoy hukumatı Birleşken Devletler Teşkilatı yig'inlarida va har xil xalqaro sahnalarda o'zining Sharq Turkistondagi qilmish sababli Amerika boshchiligidagi ba'zi g'arb demokratik davlatlarining kuchli tanqidlariga duch kelgan bir mezgilda atalmış Xinjiang Uyg'ur Abdum rayonining 70 yil mobaynidagi utuqlarini alohida gavdalantirishi diqqat qo'zg'amoqda. Mutaxassislarning ilgari surishicha, Xitoy taratqularida Kompartiyaning rayondagi 70 yilda erishgan natijasi keng davron qilinayotgan bo'lsa-mu, lekin buning qanday badallar bilan kelganligi, Uyg'urlarning qanday badallarni to'layotganligi tilga ilinmagan. Xitoy Xalq Cumhuriyati Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 70 yillik munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida Xitoy qarshi namoyish o'tkazildi. Muhojiratdagi Uyg'ur Turk vatandoshlar va Kastonoma universitetidagi Uyg'ur o'quvchilar masjidda Qur'oni Karim tamomlab Sharq Turkistondagi zulmning oxirlashi uchun duo qildi. Turkiyaning Anqara va Istanbul shaharlarida necha minglagan muhojiratdagi Uyg'ur va Turk vatandoshlar Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Shuning bilan birga dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur faoliyatchilari Xitoy kommunistlarining fashist siyosatiga qarshi namoyish olib bordi. Shundaqla Kanada Sharq Turkiston jamiyatining va boshqa faoliyatchilarning o'rlashtirishida Kanadaning Toronto, Montreal, Vancouver shaharlarida namoyish olib berildi. Torontodagi namoyishchilar soat 11 dan 12 gacha Xitoy konsulining oldida, orqadan Ontario parlamentining oldiga shior bilan yurish qildi. Sentabr kuni Fransiyada 2019-yillik Vaslav Havel kishilik huquq mukofotini tarqatish murosimi o'tkazilgan bo'lib, Xitoy turmusidagi Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtiga Vaslav Havel kishilik huquq mukofoti berildi. Germaniyadagi İlham To'xtini qo'llash guruhi İlham To'xti apandini bir qancha yildan buyon izchil mazkur mukofotga tavsiya qilib kelgan edi. İlham To'xti apandi bu yil 27 avgust kuni Yevropa Kengashi tomonidan oxirgi 3 nomzoddan biri bo'lib tanlangan. 30-sentabrdagi mukofotlash murosimida 3 nomzoddan İlham To'xti apandi va yosh kishilik huquq faoliyatchilari nomidagi kishilik huquq tashkilotiga mazkur mukofotning berilganligi e'lon qilindi. İlham To'xtini qo'llash guruhining boshlig'i Anvarjon apandi murosimda İlham To'xtiga vakolatan mukofotni topshirib oldi. Vaslav Havel kishilik huquq mukofoti 1989-yili Sharqiy Yevropada kommunizm lageriga xotim berilgan mezgilda Chex Cumhuriyatining demokratiyalash uchun zo'r hassa qo'shgan. Shundaqla Chex Cumhuriyatining kommunizm tuzumi o'rilgandan keyingi tunji prezidenti Vaslav Havel nomiga 2013-yili ta'sis qilinib, mukofot sommasi 60 ming yevro deb bekitilgan. İlham To'xti 2014-yili 15 yanvar kuni Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, atalmış milliy o'chmanlik huquqini qilish, davlatni parchalashga urinish jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan.
Ma'lum bo'lishicha, Ilhom To'xta apandi bu yil beshida Amerika Davlat Majlisidagi bir qancha muhim arboblar tarafidan 2019-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan. 19-sentabr kuni u yana Yevropa parlamentida Sakharov erkinlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan. Onunğa bu yil 8-may kuni yana Amerika erkinlik saroyining 2019-yillik erkinlik mukofoti berilgan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rishit apandi bir qancha yildan buyon Xitoy turmisidagi Ilhom To'xtaga bu xil xalqaro mukofotlardan bir qanchasi berilgan bo'lsa-mu, ammo bu mukofotlarning Ilhom To'xtaning erkinlik chiqishida faqat besim ishiltish roli borligini bildirib, Ilhom To'xtaning erkinlik erishishi va navbatda Uyg'urlar uchrayotgan bostirilish siyosatiga qarta G'arb demokratik davlat hukumatlarining Xitoyga qarta texmo keskin va amaliy tadbir elishining zarurligini ta'kidladi. Tayvanning Markaziy xabar agentligining xabar qilishicha, 1-oktyabr kuni Meta tayfun bo'rindan keyin Ilan rayonida Nanfango portidagi 1999-yili silingan uzunligi 140 metr, yangligi 15 metr keladigan osma ko'rik o'rilib tushib, ko'rikdan o'tayotgan bir neft avtomobili kemalarning ustiga tushib, o't ketib, 3 beliqchi kemisini cho'kirib o'tgan. Az deganda 10 kishi ig'ir yaralanib, 5 kishi yo'qolib ketgan. Ko'rik o'rilish jarayonida atrofidagi tok qismlarni o'zib o'tganlik sabab bilan 2400 aholida tok to'xtab, 800 dan ortiq beliqchi kemisi portga kirib chiqolmagan. Mazkur voqea munosabatli o'rinlar tomonidan maxsus tekshirish guruhi tashkillab qutqizish, aniqlash xizmatlarini boshlagan. Xabarlarimizni ko'rgan Allohga rahmat. Ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.